بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية غير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس الخامس. باشين درس عند ساقتشلا bugün öğrenmekçi olan 5. dersini başlaştığın ilgili dersteki noktalıq grammatika bizge aydınlasın. Endi bugün dersimizde öğrenmekçi olan asasi grammatika ismi zaman ve ismi makandan ibaret halas. Endi biz gerçi sarf dersimizde bularni öğrenip bo'lgan bo'lsaqmi ismi zaman ismi makan. Növbetga kelgachga bir qor so'zlab o'tib ketaylik. Endi ism zaman, ism makan deganning o'zining ma'nosi o'rin, vaqtni va o'rinni bildiradigan ism degan gap. O'zining ma'nosi. Andiki buning grammatikadagi ma'nosi nima desa, fe'llarning, ya'ni ish harakatning yuz bergan o'rin yoki vaqtini ko'rsatish uchun turlanib chiqadigan ism zaman, ism makan bo'ladi. Masalan, daraba desak, urdi shundami? Biz urg'an vaqt yoki urg'an o'rin deb ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Fataha ochdi shundami? Biz ochgan o'rin va ochgan vaqt deb ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Qatala o'ldirdi shundami? Öldürgen o'rin va o'ldirgan nima vaqt degandek ma'nolarni ifodalamoqchi bo'lsak, buningga nima deymiz? Ta'ima tamoq yedi. Tamoq yeydigan o'rin, masalan, oshxona degandekchi, tamoq yeydigan vaqt degandeklarni ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz desa, dal bugun o'rganmoqchi bo'lgan ism zaman va makan qoidasidan foydalanamiz. Qayta takrorlasak, ism zaman deganimiz ish, harakat yuz bergan o'rin yoki nimani vaqtni bildiradigan fe'ldan turlanib chiqadigan ism nima bo'ldi? Ism zaman va ism makan bo'ladi. Buni tarjima qilgan vaqtimizda harakatni masalan qaysi tildan chiqarsak, shu ishni kelib turib qiladigan o'rin yoki vaqt deb tarjima qilsak bo'ldi. Masqadamda undan keyin bir qismlari bor. İsmga aylanib ketgan, ha? Masalan, la'iba yal'abudun mal'abun deb ism zaman ism makan chiqarsak shundami? O'ynaydigan o'rin desak, bu nimaga ismlashib ketgan? Maydonga. Asosiy o'ynaydigan yana maydon. Undan keyin maydonni mal'ab deymiz. Shunga o'xshash. Jalasa yajlisu desak, bundan ism zaman ism makan chiqarsak nima bo'ladi? Majlis, bu yig'in ochadigan, o'ltiradigan shundami? Kishilar o'rinda buni ismlashib ketib bo'lgan. Mana bu ism zaman ism makan. Endi bizga mandaq bir savol kelishi mumkin. Ism zaman ism makanlar asos sulasi mujarratdan chiqadi, sulasi maziddan boshqa xil usulda chiqaramiz. Sulasi mujarratdan bir qarasa maf'ilun, bir qarasa maf'alun o'lchimi chiqadi ekan. Masalan, jalasa yajlisu desak nima deb chiqadi ekan? Majlisun deb chiqadi ekan. Ayn zirq shundami? La'iba yal'abu desa nima deb chiqadi ekan? Mal'abun deb chiqadi ekan. Buni qaysi ras desa, biz deymizki, sulasi mujarratdan ikkilasi ras. Ba'zida maf'ilun o'lchimida chiqadi, ba'zida maf'alun o'lchimida chiqadi. Unda bo'lsa, maf'alun qanday vaqtda chiqadi, maf'ilun qanday vaqtda chiqadi desa, maf'alun tuvandagi ikki xil holatda maf'alun chiqadi. Birinchisi, naqs fillarda umumiyuzlik maf'alun chiqadi. Biz o'rgandik, naqs fil degan fa'aladagi lamning barobarida nima gap qolgan, kasallar gap qolgan fillar. Mushundaq fillarda maf'alun o'lchimi chiqadi. Nayt addi. Masalan, rama yarmidin marma, yoki marman shundami? Masalan, rama degan oti degan gap qo'shundaqo. Masalan, futboldagi top kirgizadigan o'rinni nima deydi? Marma. O'rta odamda shundami? Ashuna o'rinlar marma. Top qana qiladigan o'rin, otadigan o'rin. Jara yajridin majra.
Bu bir. Naqis pillardan nima chiqadi? Maf'alun o'lchami chiqadi. Esimizda aniq bo'lsin. Ikkinchisi fa'ala mozi munosabatsiz. Beshi qanday kelsin? Mudori fe'l yaf'alu yoki yaf'ulu kelib qolgan bablarning har qandaqidan maf'alun o'lchami chiqadi. Biz sulasi mujarratni 6 vaqt bo'ldik-ku. Shunday-ku, mushning ichida qanchasi yaf'ilu? Ikkisi. Fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu. Qolganning hammasi nima? Yaf'alu yoki yaf'ulu, shundaymi? Masalan, birdan-birini baqsak, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Mushning ichidagi fa'ala yaf'ilu lan fa'ila yaf'ilu ikkisilam zirshundami? Qolgan to'lbobning hammasi ya yaf'alu chiqadi yoki ya yaf'ulu chiqadi shundaqmi? Mushlarning hammasidan nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchamda chiqadi. Kallamizda aniq foydalanib kelsin. Ikki o'rindan yig'inchoqlar tili. Birisi naqis billardan. Yana birisi yaf'alu yoki yaf'ulu boblaridan nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchamda chiqadi. Masalan, misol keltirsak, naqis bayat misol keltirdik-ku. Yaf'alu yoki yaf'ulu misol keltirsak, la'iba yal'abu yaf'alu bobidan kelibdi. Nima chiqadi? Mal'abun chiqardi. Bu yuqoridagi ikkisidan maf'alun o'lchami chiqadi. Endi qaysi o'rinlardan yaf'ilu o'lchami chiqadi desa, tuvandagi ikki o'rindan maf'ilun o'lchami chiqadi. Birinchisi sahih fillah. Yetti qism bog'i fillarning shundami? Ashuniki sahih fillarningki yaf'ilu bobidan bo'lib qolsa. Fil o'zi sahih, ammo qaysi bobdan yaf'ilu bobidan bo'lib qolgan vaqtida maf'ilun o'lchami chiqadi. Masalan, jalasa yajlisu deganga o'xshash. Bundan nima chiqdi? Majlisun chiqadi. Ikkinchisi filning oxirisi sahih degan gap naqs emas. Bo'lgan bobning misol bobidan maf'ilun o'lchami chiqadi. Filning oxirgi harfi nima? Saq harf, ya'ni kasal harf yo'q. Ammo beshining bo'lib qolsa, kasal harf misol bobi bo'lib qolsa, nima chiqadi? Maf'ilun o'lchami chiqadi. Masalan, waqafa yaqifu mawqifun. Wada'a yada'u mawdi'un. Oxirisi sahihdan bo'lib qolsa, misol bobi bo'lib qolsa, qaysi bobdan bo'lsin, olti bobning qaysidan bo'lsin, nima o'lchimda chiqaveradi? Maf'ilun o'lchimi chiqadi. Mana maf'alun bilan maf'ilunninki chiqish o'rinlari yuqoridagidek. Qayta takrorlasam, maf'alun ikki o'rindan chiqadi. Naqis fillardan, yaf'alu yoki yaf'ulu boblaridan. Maf'ilun tuandagi ikki o'rindan chiqadi. Birisi sahih fillarniki yaf'ilu bobidan, ikkinchisi oxirisi sahih bo'lgan fillar bo'lib qolsa, misol bo'lib qolsa, oxirisi sahih fillarniki misol bobidan maf'ilun o'lchimi chiqadi. Mana bu bugun o'rganmoqchi bo'lgan ism makan to'g'riliq qoidalar. Endi mushakka vaqtda bir ortiq qoidadan bir so'zlab qo'yaylik. Ism makan biz bayonladik, maf'ilun o'lchimi chiqgan shundami? Ba'zida keyingi kichik bir tava u qurshilab kelib qoladi, buni yod ko'rmaylik. Shunda aytadi, ba'zida ism makanning oxiriga ayollikning yumloq ta'sir qo'shilib kelib qoladi. Masalan, mahkamatun. Masalan, hakama yahkimudan mahkama chiqadi, shundaqmi? Hakama yahkumudun mahkama. Ya'ni hukm chiqaradigan o'rin, sotxon degan gap qo'y, oxirisiga kichik ta'mirni qo'shib, nima bo'ladi? Mahkama. Darasa yadrusu, o'qidi, o'qiyotdi shundaymi? Sizdan ismakan nima? Madras. Madras shunga o'qiydigan o'rin yana maktab. Buni oxiriga kichik ta qo'shib nima keladi? Madrasatun. Biz davomli maktabga endi ishlatamiz. Madrasatunga ashardan chiqqan asli. Shunga o'xshash. Oxirga kichik ta qo'shib kelib qoladi. Bumi ismdan ism makonninki ismdan ism makonligiga ta'sir ko'rsatmaydi, ha? Yuqoridagi grammatika mazmunlari asosli darsimizdagi ikkinchi mashqda to'liq gavdiladi, ha? Undan boshqa yana bir qo'shib qo'ydigan gap, diqqat. Biz bayatdan yaf'alu yoki yaf'ulu boblaridan nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchami chiqadi deb qo'shiladi. Endi ba'zida mayda oz bir qism ahvollarda
Ya'ni asosliq yaf'ulu bablarida ba'zida maf'ilun o'lchimidan chiqib qoladi. Masalan, biz davomli oladigan masjid degan so'zimiz bor, shundaymi? Bu sajada yasjududan chiqadi. Hech qaysinglar bir sol qo'yib boqdinglar, ha? Sajada yasjudu yaf'ulu babidan chiqadi. Ammo nima uchun chiqib qoldi? Maf'ilun qo. O'sha maf'ilun nayta aza ko'p emas. Bak az hollarda qanday o'lchimda chiqib qoladi? Yaf'ulu babidanmi maf'ilun o'lchimida qanday qoladi? Chiqib qoladi. Bu ayrim qoida o'qachqa, buni kallanglarda ayrim tutib olinglar. Endi bu tushunishib bo'lgan bo'lsa, darsning tekstini o'qib, darsning tekst, ya'ni dialog ichidagi shu ism zaman, ism makonlarni bir tahlil qilib boqaylik, ha. Ad-darsul khamis بعد التحية أنتم المشتركون في رحلة الحج نعم يعضهم ويناديهم ثم يقول أنتم الآن 18 أين حامد وعبد الباقي حامد في المطعم أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف سيأتيان في 10 دقائق إن شاء الله سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله أمستعدون أنتم إن شاء الله متى السفر إن شاء الله في السفر الثالث بإذن الله أين نلتقي نلتقي في موقف السيارة بالجامعة يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجأ لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجأ الثاني أولئك سيلحقون بنا عند المحطة القطار القديمة كم هم 10 نحن ذاهبون في اليوم السابع أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى لا تخف الله الميسر أنا ذاهب إلى مكتبي لا تنسوا أن موعدنا الساعة 2:30 في موقف السيارة إن شاء الله 5-ci ders بعد التحية yani salamdan keyin salam qilib bo'lgandan keyin demakchi. Antumul mushtarikuna fi rihlatil hajj sizlar haj safariga qatnashadiganlarmi? Mushtarik ism fa'il qo shundami? Ism fa'ilni qiladigan, etadigan deb tarjima qildik shundaqo, qatnashadiganlarmi? Na'am. Shundaq. Ya'udduhum va yunadihim summa yaqul ularni sanab ularni bir-birlab chaqirib andegan deydi. Antumul ana 18 sizlar hozir 18 kan. Ayna Hamid va Abdul Baqi Hamid bilan Abdul Baqi qayerda? Hamidun fil mat'am Hamid oshxonada. An mat'am degan so'z nima bu oshxona degan ma'no ifodalab qoldi desa bu ism zaman ism makan. Yani mat'amun maf'alun o'lchimida nima ismi makan. Tamoq yeydigan o'rin degan gap qo'shindaqo. Amma Abdul Baqi faqad dhahaba ila al-masrif. Abdul Baqi bo'lsa bankga ketdi. Bankga ketgan edi. Ma'lumdiki masrifmi o'lchimnimi ismi makan. Ya'ni pulni obor qiladigan, yoqdan yoqqa o'tkazadigan o'rin degan gap qo'ysa shundami? Demak, bu ismi zon ismi makan, masrif. Sarafa yasrifu yaf'ilu babidan bo'lg'achqa nima o'lchimida chiqyapti? Maf'ilun o'lchimida chiqyapti. Mat'am ta'ima yata'amu yaf'alu babidan bo'lg'achqa nima o'lchimida chiqyapti? Maf'alun o'lchimida chiqyapti. Har bir o'lchamga inchiklik bilan diqqat qilaylik. Sayatiyani ba'da 10 daqiqa inshaalloh. Alloh xolisa bu ikkilan 10 dan keyin keladi. Musta'idun antum sizlar tayyor bo'lib qoldinglarmi? Inshaalloh. İnşallah. Mata safar inşallah. Allah xolisa safarni qachon qilamiz? Safarga qachon chiqamiz? Fi as-sa'ati ath-thalithati bi-iznillah. Fi as-sa'ati ath-thalithati bi-iznillah. Allohning izni bilan soat 3 da. Ayna naltaqi? Qayerda uchrashimiz? Naltaqi fi mawqif as-sayyarati bil-jami'a. Universitetdagi mashina to'xtaydigan o'rinda, mavqif.
Vaqafa yaqif budun chiqqan nima? Mavqif. Bu misal babidan bo'lg'achqa, oxirisi sahih bo'lg'achqa qaysi o'lchamda chiqyapti? Maf'ilun o'lchamida. Vaqafa degan to'xtadi-ku. Mavqifun ismul makan to'xtaydigan o'rin. Yajibu an takunu hunak qabla maw'id as-safar bi nisf sa'a. Sizlar u yerda safar vaqtidan yarim soat ilgari bo'lishinglar kerak. Yajibu an takun bo'lishinglar kerak. Hunak u yerda qabla ilgari maw'id as-safar safar vaqti, safarga chiqadigan vaqt yarim soat, binisf soat, yarim soat. Safar vaqtidan, safarga chiqish vaqtidan yarim soat ilgari bo'lishinglar kerak. Ana maw'id va'ada degan gap asl lug'at ma'noda va'dalashdi, deyishdi degan gap shundaymi? Bir ishni qilishni deyishdi, bir yerga chiqishga deyishdi degan gap. Mav'id safar degan gap safarga deyishgan vaqt degan gap. Ismi nima? Zamon. Va'ada ya'idu. Misal bab bo'lg'achqa qaysi o'lchamda chiqyapti? Maf'ilun o'lchamda chiqyapti. Oxirisi sahih, misal babi. Shundaqo. Shuni diqqat qilinglar. Hatu haqaibakum. Somkilarini ep kelib ودعوها في السيارة الواقفة أمام المدخل المهجأ. Yataqning kirish ishkining oldida to'xtatib qo'yilgan mashinaga qo'yinglar. Sumkalarni olib kelib, yataqning oldida to'xtatib qo'yilgan mashinaga selinglar. Da'uha. Shu sumkani selinglar. Ha almash nega qaytadi? Sumkaga qaytadi. Fi sayaratul waqifa to'xtagan mashina. Amama oldi. Madkhal. Dakhala yadkhuludan chiqqan madkhalun ismi makan. Ya'ni kiradigan o'rin, kirish ishki degan gap shundami? Yataq binosiga kirish ishkining oldida, yataq binosining kirish ishkining oldida to'xtagan mashinaga salomlar. Madkhal ismi makan. Lamma ya'ti zumala'una sakinun fil mahja'i as-sani. Bizning ikkinchi yataq binosida turadigan saboqdoshlarimiz texnik hammadi. Ana shu jumlada mahja. Biz davomli yataq binosida o'shanganga shundaqo, bu ismimiz nima? Makan, ya'ni qunadigan, turadigan o'rin degan gap. Haja'a yahja'u chiqqachqa, yahja'u chiqqachqa, yaf'alu babidan bo'lg'achqa nimlar chiqadi? Maf'alun o'lchimi chiqadi. Ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitar al-qadima. Ular bizga konu poyezd stansiyasida yetishib oladi. Yalhaqun yetishib oladi. Bina bizga inda qishda mahatta poyezd stansiyasida to'xtaydigan o'rin degan gap, tushadigan o'rin degan gap. Qitar al-qadima konu poyezd stansiyasi. Mana mahatta qaysi tildan chiqqan? Hatta yahuttu shundami? Ya'ni tushadi degan gap shunaqo. Uningdan ismi makan chiqarsak mahattun, ya'ni asosi mahtatun. Tushadigan o'rin degan gap. Endi ba'zi bir qism ismi makonlarga nima qo'shib qoladi? Ta. Shu mahatta bo'ldi-ku. Ya'ni tushadigan poyezd tushadigan o'rin degan nima deb ataymiz uyg'ur tilida? Poyezd stansiyasi deb ataymiz. Kam hum? Ular qanchakan? Hum 10. Ular 10. نحن ذاهبون في اليوم السابع. Biz 7-nji güne baramiz. أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى. Men tavob qiladigan va sa'iy qiladigan o'rinda qisqiqlarning qattiq bo'lib ketishidan ansirayapman. Axsha qo'rqyapman, ansirayapman. Endi bu yerdagi maqsadlik narsa matof bilan mas'a. Tafa yatufu yaf'ulu babidan bo'lg'achqa nima o'lchamida chiqadi? Maf'alun o'lchamida. Sa'a yas'adun ya'ni naqis babidan bo'lg'achqa nima o'lchamida chiqadi? Maf'alun o'lchamida shundami? Endi aslisi matofning mat va fun. Maf'alun o'lchamida shundaqo. Mas'aning aslisi mas'ayun. Endi mat va fun desak, bu harakat egri kelgandan keyin buning zivar harakat oldidagi ta'gaplardik nima bo'ldi? Matawfun bo'ldi shundami? Bu o'zi sakin oldi zarb qolsa nima o'zgartirgan qoida bo'tdi? Alif qanday bo'lgandan nima bo'ldi? Matafun. Endi mas'a aslisi al-mas'ayu shundaqo. Yaqib shakarga kelgandan keyin attashlayotdik. Mas'a yo'ldimi? Ya sakin oldi zarb qolsa, ya'ni nima o'zgartirgan? Alif o'zgartirgan qoida bor-ku. Son alif o'zgartirdik nima bo'ldi? Mas'a. Bu har ikkilisi ismi nima? Makan. Tavob qiladigan o'rin va sa'iy qiladigan, yuguradigan, safamarning o'tirdiga sa'iy qiladigan o'rin demakchi. La taxaf.
Allahul muyassir, qo'rqma. Allah asan qilg'uchi. Ana zahibun ila maktabi. Men ishxonaga berib kelay. La tansau anna maw'idana sa'atu as-thaniyatu wan-nisf fi mawqif as-sayyarati inshaalloh. Unutmanglar. Bizning deyishgan vaqtimiz, mav'idana, ya'ni yo'lga chiqish vaqtimiz, va'dalashgan vaqtimiz mashina to'xtaydigan o'rinda soat 2:30 da. Alloh xolisa. Ammo shu o'rinda mav'id, va'ada ya'idu chiqqan, mav'idning ismidan sizlarga bayon deb bo'ldik buni va fe'lin o'lchami shundami? Mavqif bu muvaqqafa yaqifatdan chiqqan, nima? Ismi makan. To'xtaydigan o'rin, mavqif. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.